Bola barchaga salom. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Extra Time paklarini ochamiz. Bu paklarda ochishdan maqsad Anniversary event bo'yicha tokenlarni, ya'ni fragmentlarni ko'proq qo'lga kiritish. Kechagi videoda ko'rgan bo'lsanglar agar, bugun o'sha videoda bir qilingan analizni sizlar bilan sinab ko'ramiz. Demak, birinchi pak ochish ketdi. o'ttizta ketdi. Ikkinchisi qirqta. Uchinchisi 60ta. Tak, 130 ta token ishlayapmiz. Kecha aytib o'tganimdek, agar biz 30 tadan 3 marta tushirsak ham bizda 90 ta token bo'lishi kerak edi. Bu degani pashti 30 mingta olmos degani edi 10 kunga hisoblasak. Yokida 10 ta 107 kartochka. Bu juda ham yaxshi natija. 130 ta token bu ajoyib do'stlar. Agar sizlarda ham qanaqadir kerak emas kartalar qolgan bo'lsa, shu paklarga sarflashni men maslahat berardim. Imенно 5000 talikka. Chunki menda hozir asosiy e'tibor tokenlarni to'plashga qaratilgan. Joyidan juda ham ajoyib natija bo'ldi. Bir 130 ta yomon emas. Yozyaptimi? Qani. Birinchi 10 ming talikdan bitta ochaylik sizlar bilan. Ko'pchilik ochyapti, meni qiziqtirib qo'yishdi. O'zi ochish niyatim yo'q edi, chunki o'tgan safar shu Braziliya paklariga olmoslarimni ishlatib yorib, va shum keyin token yig'olmay qolganman sabitiyadan, kapitallar sabitiyasidan. Mayli, bizda hozircha zapasnoy bor. Shuning uchun 10 ming taga harakat qilib ko'ramiz. Hech bo'lmasa sotiladigan yaxshi o'yinchi tushib qolsa bo'ldi, ketdik. Benzema yomon bo'ldi do'stlar, yaxshi emas bu. Tak, bo'ldi. Bizda oshiqcha sarflash bo'lmaydi. Asosiy e'tibor mana bu gadavshina tokenlarini yig'ishga qaratilgan. Demak, ketdik Van Basten. Shu usul bilan men Petit kartasini tushirib oldim. Xudo xolasa, biror kun bugun o'xshamasa ham biror kun o'xshaydi degan umiddaman yana. Ketdi. O'xshamadi. Mana ko'rib turibsizlar, har kuni 107 karta beryapti. Bu degani 10 kun 30 mingta olmos sarflaymiz degani. Bu 107 kartalarga bizda 10 ta token beradi xolos. Shuning uchun Extra Time paklariga men juda ham qiziqib qoldim. Sizlarga ham maslahatim shu do'stlar. Demak, bizda nechta token bo'pti? Demak, bizda 1295 ta token bo'pti. Hozir sizlar bilan birgalikda bugun Ballon d'Or yo'nalishi bo'yicha oxirgi bekorga berilayotgan pak bor. O'shani ochamiz va shu yerdan biror yaxshi karta tushishiga umid qilamiz. Qani, ketdik. Yana kim bu?
Duhe 110 kartasi yomon emas. Sotilib ketadi. Voy, 176 mingga tushib qolibdi buni kartochkasi do'stlar. Va 6000 ta samosvet berdi. Bu juda ham ajoyib. Ana gemslarni joyiga qo'yib qo'ydik. 12 mingta gems bor. Bizda bemalol har kunlik 3 mingtalik paklarda otishga bemalol yetadi. Yana yangi haftadan yana 10 mingta olsak, demak o'zini o'zi qoplab ketadi do'stlar. Do'stlar, agar sizlarda qandaydir savollar bo'lsa, o'yin bo'yicha bemalol ushbu video ostida yozib qoldirishinglar mumkin kommentariyada. Har bitta savollarga javob berib chiqaman. Hammaga omad do'stlar.